Tana haroratining 35 gradusdan pasayishi gipotermiya hisoblanadi. 32-35 gradus oralig'ida hali organizm o'zini o'zi himoya qila oladi. Bu paytda bolada uyquchanlik, ko'p terlash, oyoq-qo'llarning muzlashi, og'iz-burun atrofida ko'karishlar, titrashlar kuzatilishi mumkin. 32-28 gradus oralig'ida endi kompensator mexanizmlar ishlashi susayadi. Bolada ongning chalkashishi, savollaringizga javob bera olmaslik, hushdan ketish holatlari kuzatilishi mumkin. Titrashlarning kamayishi esa xavfni yanada oshirishi mumkin. Sababi organizmda energiya tobora tugab borayotganligini anglatishi mumkin. 28 gradusdan past harorat esa bu hayot uchun xavfli bo'lishi mumkin. Koma holati yuzaga kelish ehtimoli juda ham yuqori. Gipotermiyaning sabablaridan biri gipotireoz, ya'ni qalqonsimon bez funksiyasining pasayishi. Buning hisobiga moddalar almashinuvi kamayadi va energiya hosil bo'lishi ham pasayadi. Keyingi o'rinlarda anemiya, qonda kislorodning kamayishi hisobidan hujayralarda energiya hosil bo'lishi, bu esa issiqlik ajralib chiqishini kamaytiradi. Haddan tashqari virusli infeksiyadan organizmning charchashi ham tana haroratini tushib ketishiga sabab bo'ladi va tana haroratini tushiruvchi dorilarni me'yoridan ko'p va yuqori dozada qo'llash ham tana haroratini tushirishiga olib keladi. Agar farzandingizda tana harorati tushishi kuzatilsa, darhol iliq suv yoki asalli choy ichiring. Nam kiyimlarni yeching, junli mato bilan o'rang. Darhol shifokorga murojaat qiling. Shifokor nazorati ostida bolaning holatidan kelib chiqib, glukokortikosteroidlar, masalan, deksametazon yoki prednizolon yoki vena orqali glukoza qo'yilishi mumkin.